Zelenskiy AQShning tinchlik rejasi ustida ishlashga rozi bo'ldi. Axios ma'lumotiga ko'ra, Kiyev va Washington imkon qadar tezroq bitim imzolashga kelishib olgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQSh armiya vaziri Daniel Driskol bilan uchrashuvda Washington bilan AQSh ma'muriyatining yangi tinchlik rejasi ustida ishlashga tayyorligini bildirgan. Bu haqda Axios xabar berdi. Zelenskiyning o'zi esa har kungi murojaatida Ukraina va AQSh delegatsiyalari urush yakunlash bo'yicha reja bandlari ustida ishlash haqida gapirgan. Axios ma'lumotiga ko'ra, Driskol 20-noyabr kuni Kiyevda bo'lib o'tgan o'zaro muzokaralar chog'ida Zelenskiyga reja nusxasini taqdim etgan. Nashrning amerikalik rasmiylar orasidagi manbasi aytishicha, Zelenskiy va Driskol uchrashuv chog'ida bitimni imkon qadar tezroq imzolashga ham kelishib olgan. Avvalroq Amerika nashrlari mazkur reja Rossiya vakillari bilan mustahkamlashgan holda ishlab chiqilgani tufayli Zelenskiy uni muhokama qilishga tayyor emasligini xabar qilgandi. Versiyalardan biriga ko'ra, shu tufayli va u muzokara reja arxitektori AQSh prezidentining maxsus vakili Steve Witkoff o'rtasida Turkiyada bo'lib o'tishi rejalashtirilgan uchrashuvi bekor qilingan. Driskol bilan uchrashuvda esa Zelenskiy ancha murosasiz pozitsiyani egallagan. Yechim tinchlikka erishish uchun bu borada birgalikda ishlashga harakat qilishdi, deydi Axios bilan suhbatda ukrainalik mulozimlardan biri. O'z navbatida Tramp ma'muriyati 19-20 noyabr kunlari Ukraina va uning Yevropadagi ittifoqchilari bilan muzokaralarda taklif etilgan reja hali yakuniy hujjat emasligi va ularning pozitsiyalari ham hisobga olinishini ishontirgan. AQSh armiyasi vakili Dave Butlerning xabar qilishicha, Zelenskiy va Driskol avvalgi AQSh va Ukraina o'rtasida urushni to'xtatish bo'yicha keng qamrovli reja kelishuv tuzilishiga kelishib olgandi. Amerika nashrlari Tramp ma'muriyati Ukraina mojarosini hal qilish bo'yicha 28 banddan iborat yangi reja ishlab chiqqanini xabar qilgandi. Nashrning yozishicha, rejada Kiyevdan Donbassni Rossiyaga topshirish, Ukraina qurolli kuchlaridagi harbiylar sonini qisqartirish, Rossiya hududiga zarba yo'llash imkonini beradigan uzoq masofali qurollardan voz kechish hamda rus tilini Ukrainada rasmiy tilga aylantirish kabi bandlar bor. Buning evaziga AQSh tomonidan xavfsizlik kafolatlari taqdim etish nazarda tutilgan. Ukraina va uning ittifoqchilari bungacha Moskvaning xuddi shu kabi takliflarini ultimatum sifatida rad etayotgandi. Rejani ishlab chiqishda AQSh Rossiya vakillari bilan maslahatlashgan. Yevropa rasmiylari reja tuzishga jalb qilinmagan. Versiyalardan biriga ko'ra, Ukraina tomoni ham. Axiosning ta'kidlashicha, Ukraina, AQSh va Rossiya vakillari o'rtasidagi uzoq davom etgan muzokaralardan keyingina jalb qilindi.